Sizningcha an'anaviy hunarmandchilik va qo'l san'atlariga bo'lgan xalqaro qiziqishning ortishiga asosiy sabablar nimalardan iborat? Avvalambor xalqaro madaniyatimizni, merosimizni qiziqishiga shu hozir davlatimizda turizm yaxshi rivojlanib borilyapti. Ya'ni aynan xalqaro turizm. Xalqaro turizmda aynan turistlarning qiziqishi, aynan keladigan oqim sababi madaniy merosimiz bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa Buxoro viloyatida mashhur bo'lgan zardo'zlik, zargarlik meroslarimiz, ya'ni san'atkorlarimiz, demak, bular ajralib turadi. Buxoro qadimdan o'sha zardo'zilik, ya'ni oldin fabrika, zavodlar bo'lgan, aynan zardo'zilik bo'yicha paddo'ziligimiz bor. Mana hozir har bir xonadonda hunarmand, ya'ni oldin ham misol uchun ayollar turmushga chiqishdan oldin albatta masalan zardo'zi choynak shabi, yilpig'ichlarimiz, dasturxonlarimiz zardo'zidan bo'lgan. Yoki so'zanilarimiz zardo'zi, paddo'zilardan iborat. Mana bu hunarmand, ya'ni har bir Buxoro viloyati aholisi qizlari ayniqsa mana shu hunarga ega bo'lgan. O'zimiz ham shunday aynan kelin bo'layotgan vaqtida biz shu ishlarni, shunaqa nima deydi, amallarni bajarganmiz o'zimiz uchun. Yana shunday narsalarimiz bor, aynan zargarlik va zardo'zilik emas, bizda ya'ni tasviriy san'ati ham juda ham yaxshi rivojlangan, me'morchilik juda yaxshi rivojlangan, yoki boshqa yana hunarmandlar, masalan, nonpazlik, qandolatchilik, boshqa hunarlarimiz juda, temirchilik, kulolchiliklar ham juda ham yaxshi rivojlanib kelmoqda. Madaniy turizmning O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri haqida nimalarni ayta olasiz? Madaniy merosimiz O'zbekiston davlatida rivojlanishi, mana oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, shu yil 2025-yilda noyabr, oktyabr 3 oy davomida adashmasam Biennale festivali bo'lib o'tdi. Bu yerda madaniy merosimiz, ya'ni boshqa davlatlar bilan ham birgalikda, ya'ni uyg'unlashgan holatida o'zini namoyon etdi va ko'rsatib bildi, ya'ni reklama qila oldi. Buxoro xalqi, Buxorodagi barcha bo'lgan mana shu madaniy meroslarimiz butun dunyo bo'yicha biz tatbiq etib bildik. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha madaniy merosimiz orqali biz 25-yilda ancha bilindi. Ya'ni o'sha aynan mintaqa iqtisodiyotini, iqtisodiy o'sishi bir faqat budjet jihatidan emas, balki uni xizmatlar jihatidan, umuman iqtisodiy sifat darajasi yaxshi o'sishida ko'rinib turibdi statistik ko'rsatkichlarga qaraganda.